alaykum barchaga. Mana bugun bir voqeaga guvoh bo'ldik. Ya'ni bizga bemorlar murojaat qilganda holati juda ham og'ir bo'ladi. Ya'ni aytmoqchimanki, kista o'sib ketgan bo'lishi mumkin, miyomasi juda ham katta o'sib ketgan bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha jarrohlik amaliyoti murakkab, og'ir ahvolda o'tadi. Bizlar ham bu jarrohlik amaliyotini natijasini oldindan 100% etolmaymiz. Biz ham umid bilan kiramiz. Maksimal ravishda shu bemorimizni sog'lig'ini saqlab qolish, shu reproduktiv holatini, ya'ni bachadonlarini, tuxumdonlarini ortiqcha zarar yetkazmasdan keyinchalik homilador bo'lishiga to'liq saqlab qolishga harakat qilamiz. Shunaqa bemorlar murojaat qilgan bizga, miyomalari o'sib ketgan, jarrohlik amaliyoti juda ham murakkab, jarrohlik amaliyotini talab qilgan, bachadonni olib tashlash ehtimolligi yuqori bo'lgan, harakat qilganmiz, bachadonni saqlab qoldik va eng yaxshi bizning shu natijalarimizdan bizga kuch-quvvat beradigan, ya'ni motivatsiya beradigan holatlardan biri bemorlarimizni eson-omon, sog'-salomat chiqib ketishi va ya'ni natijasi homilador bo'lishi hisoblanadi. Shuni hozir eshitdik bir bemorimizdan. Shuning uchun juda ham katta bizga bu kuch-quvvat, juda ham yaxshi bir ishimizga bo'lgan muhabbatimizni yanada oshiradi. Shuning uchun hammadan sog'lik, salomatlik tilaymiz. Shu bemorlarimiz kim murojaat qilgan bo'lsa, natijalari yaxshi bo'lishini tilab qolamiz. Hammaga kattakon rahmat.